loy sachraydimi, har xil narsa dog'-pog' tep qolishi mumkin. Agar o'shanaqa bo'lsa ham mo'yishlik bo'ladi. Favqulodda holatda mobodo sinib qolsa, eslangda qolsa, sinib qolsa buni ham almashtirish oson, juda. Bitta shurup bilan almashtirib olsalar bo'ladi. Endi Gold Eurofasadda bitta oldin minus bordi, o'sha minusni ham yo'qotishdi. Ya'ni burchagini qanday qilardi deb oldinda tunuka qilinardi. Hozir mana burchakli, fasadli joylari ham chiqibdi. Endi shularni to'liqroq olib uyga remont qildirmoqchiman desalar, remontga ham zakaz olishaverar ekan yoki yana bitta zo'r tarafini aytib o'taman. Bu videoda boshida mana shu ishni o'zidan agar taxminan pul sarflaydigan bo'lsangiz, 2000-3000 dollar atrofida realniy pul sarflaysiz. Lekin 2 oyga qolmasdan o'sha pulingizni siz qoplab olar ekansiz. Endi 2 oydan keyin siz o'sha yana o'sha 2 oy ichida ortig'i bilan topib olasiz. Primerna tushuntiryapman. Bitta Matisiz bor. Mana primerna tushuntiryapman. Matiz sotsangiz 3000 ga ishni boshladingiz. O'sha Matiz pulini 2 oyga qolmasdan chiqarib olasiz. Akalar, videoda oxirigacha ko'rib tursalar, sizlarga to'liqroq tushuntirib beramiz. Biz Andijon shahriga egamiz, ya'ni Gold Eurofasadga bularda bir adashmasam bir 30 ta eng kamida bo'lmasa 100 dan ortiq assortiment bor. Xohlagan turlarni yasab berishaveradi. Zakaz bersizdan zakasi asosida ham O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishaveradi yoki shu sohani o'rganmoqchiman siz, shu sohani ham o'rgatib berishaveradi. Faqat videoda oxirigacha ko'rib, kommentariy yozib qoldiringlar. Men aldayapmanmi yo realniymi? Kommentariyalarni kutamiz. Davron aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamasdan, tinchmisiz? Rahmat, salomatmisiz? Aka, avvalambor bitta savolim bor. Men agar 3000 dollar tishsam deylik, mana rostdan ham 2 oy uzog'i 3 oyga qolmasam shundan pribil qilamanmi? Keyin buni aytishimdan maqsad bu sezonsiz, ya'ni qishda ham ishlasa bo'ladigan biznes bo'ladi, yo bo'lmasa uyda remont qilsa bo'ladigan ish bo'ladi. Ya'ni ustalar bor, shunaqa ustalar borki, suv qilsa qish kunida muzlab yorilib ketishi mumkin. Bunda unaqa muammolar bo'lmaydimi? Bez rastvor bo'ladi. Rekadan karkas yoki profildan karkas to'qib qatirib qo'ysa bo'laveradi. Keyin qish yoz farqi yo'q. Qish yoz farqi yo'q. Xudo xolasa, sezon tanlamaydi biz ish. Bu qishda muzlab sinishi yo'qsa kengayib qishga unaqa narsalar bo'lmaydi, bilmaganlar uchun-da. Xudo xolasa garantiyamiz qishda ham 20 yil, yozda ham 20 yil. Keyin ali videoda boshida aytdiki, ya'ni loy sachrashi mumkin, endi har xil holat bo'lishi mumkin, ketchumi, nimadir to'kilib ketishi mumkin deylik, rangli narsa. O'shani kachida urib olsa, unda ham ishtima qilmaydi. Mo'shik, sovuqqa chidamlik, bemalol kachilab yuvsa bo'laveradi. Bemalol, xudo xolasa. Shunga garantiyasini beramiz. Qancha bo'lyapti garantiyasi? Eng buni hali har xil turi bo'ladi, misol 10 yilligi, 5 yilligi unaqa. Hozir toshlarimiz narxi 65 mingdan 120 ming so'mgacha. Xo'p. 65 ming so'mligi ham 20 yil garantiya, 120 ming so'mligi ham 20 yil garantiya. O endi 60 ming so'mligi nimasi farq bo'ladi? Shuni tushunmaganlar uchun. 65 ming so'mligini bunimiz oddiy sementda bo'ladi, однотонный. Bunimiz 120 ming so'mligimizda har sangi toshni mayda sechkada qilinadi mana bu. Bu spesial zakaznoy. Spesial buni tarkibida 4 xil, 5 xil narsa bor. Shuni hisobiga. Xo'p. Endi qani, men endi videoda boshida aytdim, 3000 dollar pulim bor. Boshlasam deylik, mana 2000 dollar, 3000 dollar ketar ekan. Mayli, eng qisqartirib ekonom qilsa 2000 dollar bilan boshlar ekan. Endi grubiy endi dangalini aytganimizga yetmaydi. Xo'p, endi men o'sha Matis'imni sotdim deylik 3000 dollarga. 3000 dollarga sotdik. 2 oyda grubiy hisoblanadi, 2 oy uzaq 3 oyda bemalol qoplayapti. Qoplayapti. Misoliga 10 kvadrat bilan boshlasa, foydagarchiliklarini biznes boshlaydigan odam o'zi kelsa, to'liq tushuntiramiz. Foydagarchiligi yuqori. Xudo xolasa, tikkan pulini 2 oyda qaytarib oladi. Uzog'i 3 oy. Endi qarang, buni nimaga aytyapman aka? Men bitta savol bersam maylimi? Dangalini beraman. Xolingiz javob bering, olin javob bermang. Unga sizlar masalan 3000 dollar riskovat qilsa, agar mabodo qoplamay qolsa, kim kafolat beradigan mabodo? Endi haqli avvalo sotuv Allohdan, rizq Allohdan. Endi tushunmaganlar bor-da endi aka. Endi to'g'ri tushunasiz. Hozirgi kunda misoliga mana biznes boshlamoqchi bo'lgan odamlar kelib bu yerda birinchi navbatda eng sifatli plitka quyishni o'rganish kerak. Birinchi navbatda. Birinchi navbatda sifatli plitka quyadigan bo'lsa, kerak bo'lsa Amerikadan kelib plitkasini olib ketadi. Sifatli. Biz o'rgatgandan qilib quyadigan bo'lsa, Xudo xolasa 2 oyda chiqarib oladi pulni. Inshaalloh. Hozirgi kunda bu juda ko'pchilik biladi, mana hamkorlarimiz bor. 1 oyda, misol 50 kvadrat bilan boshladi deylik. Foydagarchilik zo'r. Yana 1 oyga yetmasdan 30-40 kvadratda ob'yom qo'shyapti.
Ha. kattayyapti. Bir oyda qolmasdan. Bir oyga qolmasdan. Unga qo'shilaman. Endi men qarang, buni nimaga aytdim? O'zi asli sababini men eshitdim, endi bilmaganlar uchun savol beryapman. Sizlarda hozir zakaz bersa, agar uyiga zakaz bermoqchi bo'lsa, kamida bir 10 tami 20 ta zakaz ochilib kelgandan keyin deyapsizlar. Shu gap Albatta. ha. Hozirgi ulgurmayapsizlar. navbatlarimiz juda ko'p. Misoliga Toshkentdan zakaz tushsa, Toshkentda Bardanko'lda seximiz bor. Ha, ochdilaring, xudo xolasa. Ochilgan bu. Vodiyda ikkita seximiz bor. Namanganda, Andijonda. Farg'ona qotdi xolos. Farg'ona qoldi xolos. Farg'onaliklar bosinglar. Andijonda eng katta showroom ham, eng katta ishlab chiqarishimiz ham Andijonda. Aka, Osiyoda manchi bitta bo'lsalang kerak. Maqtashga emas, rostini, iloyim. Gold Euro fasad deganda ko'pchilik faqat sifat va sifat tushunadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka, nimaga buni gapni boshladim? Meni ikkita o'rtog'im usta, endi o'zimizda Farg'onada. Endi qayerdan olgan bilmayman. O'rtaq deyapti, sen bilan videoga borganimizda oldin videolarimiz kelgan ekan. Videoga borganimizda shu fasadli plitkalar ko'rganman degan. Tekkizidi dedi. O'shanga ishani bittasida uyini shunday qilib beray dedim dedi. Bitta joyga zakaz berishibdi. Qishi, har xil ranglari o'xshamayapti. O'shandan keyin oshna o'sha andijonliklar zo'r ekan baribir dedi. Mana shu yerda aytdi. Nimaga buni aytdim? Ustada ikkita o'rtog'im usta, bitta Jahongir degan o'rtog'im, keyin Jamshid degan o'rtog'im. Ular hamma biladi, ko'pchilik taniydi. Shunga nimaga buni aytyapman? Maqsadim, aka, buni agar chiqargandan keyin, zakaz berayotgandan keyin sizlarga o'chirib turgandan keyin tushunib qo'yaversin demoqchiman. Bu har bir biznesmen chiqarayotgan mahsuloti eng sifatli bo'lib, birinchi o'rinda o'zimiz uyimizga qilganmiz. Birinchilardan bo'lib. Necha yil bo'ldi sir olmasa? Sir olmasa bir 10 yil bo'ldi. 10 yil ko'p bo'ldi. 10 yil bo'ldi. Eng sifatli mahsulot chiqaradigan bo'lsangiz, misoliga sementidan, unisidan bunisidan kamtik qilmaydigan bo'lsangiz, Alloh taolo ham o'zi baraka beradi. Alhamdulillah, Rossiyada deyarli Rossiyaga o'rgatamiz hozirgi kunda. Hozirgi kunda o'rgatamiz. Chunki bu yerda bitta narsaga e'tibor bering, Baxtiyor aka. Bu yerda faqat Gold Euro fasadda mutaxassislar. Mutaxassislar. Abuchina kelgan odamlarga ham haqiqiy mutaxassislar yondashadi. Xudo xolasa. Chiqarayotgan mahsulotlar ham, misol ko'p joylarda reklama qilasiz, bunaqa toshlar chiqara olmaydi. Bu yerda Abuchinada bolalar juda ko'p. Gold Euro fasad juda ko'p korxonalarda yuzi bo'lib turganligi uchun ko'p narsalarni bizdan o'rganayotganligi uchun hozir u yoqqa olib o'tmaymiz aka. Xudo xolasa. Tushundim. Tushundingiz-a? Endi shu narsalar aka, mana hozir Gold Euro fasadda yangiliklardan mana. Ko'p aka, hali menlarga burilganimiz yo'q hali. Mana Cambrivini deb yangilik chiqdi aka. Mana Regal aka, mana Regalimiz yonboshdan ko'rsatadigan bo'lsangiz o'ta go'zal turadi. Mana yonboshdan mana. Gold Euro fasadda hozir usta oshlaringiz aytganda aka, keladigan bo'lsa stigini topa olmaysiz Gold Euro fasadda. Ulanganda. Eng katta sensatsiya bo'layotgan yangiliklarimizdan mana aka. Qoldin bilsangiz juda ko'p joylar tunuka bo'lardi, o'g'il burchaklari. O'g'il burchaklar tunuka bo'lmaydi Gold Euro fasadda. O'tgan safar ham aytganmiz, mana o'g'il burchaklarimiz ham chiqdi. O'g'il burchak chiqdi, ya'ni tunikasiz qiladigan joyi chiqdi. Tunikasiz keladi, chiqadigan joylar chiqdi. Yana katta yangiliklarimizdan mana 3D o'tgan safar kelganingizda berganmiz. 3D. Hozir 4D chiqyapti. Birinchi bo'lib Gold Euro fasadda, keyin boshqalarda. Biz birovdan namuna o'g'irlab chiqarmaymiz. O'zimizning ixtiroyimiz bor. Aytyapman, haqiqiy mutaxassislar bu yerda. Birovda chiqargan yangiligiga ko'z olaytirmaymiz. Qaddini ursin deymiz, o'zimiz ishimizni ishlaymiz. Agar bitta yana savol qolib ketyapti. Mana bitta hozir aytdingizki, Rossiyalarga o'rgatyapman deyapsiz. Kaklar savol tug'ildi. Ya'ni bizni Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiyaga borib qaysi turgan joylarda o'zi fuqaro bo'lib yashayotgan o'zbeklarimiz bor. Ya'ni Sochidami, boshqa joydami, Yekaterinburgmi endi bilmayman endi. Balkim Koreyada yashayotgandir. Agar buni o'rganmoqchi bo'lsa, keling bitta narsani aytaylik. Xo'p, kelgani vaqti yo'q deylik. Tez onlayn orqali o'rganiladimi? Mana hozirgi kunda juda hamkorlarimiz ko'p aka. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Zambiyaga ham berdi o'tgan. Yaqinda mana o'zimiz obunachilar biladi, Amerikaga da olib berdik. Qoliplarini. Mana Amerikada Bahrom aka bilan Bahrom aka, Karim akamiz onlayn o'rgatadi hozirga. 1 soat, 2 soat vaqtini ajratib, faqat onlayn o'rgatib turadi. Mana alhamdulillah u yoq ham ishini boshlab oldi. Demak, через onlayn orqali o'rgansa ham bo'ladi. Albatta. Xo'p, endi bir qator kelib ko'zi bilan ko'rgani bo'ladi. O'zi aslida bu yerga kelsa abuchinasiga
umuman mutlaqo besplatniy. Ana shu keyingi savolim edi. Nimaga aytmoqchi, uzr gapingiz bo'lyapman. Keyingi savolim o'zi shundan iborat edi. Ya'ni o'rgatish pullimi, pulsizmi demoqchi edim. Pulsiz, mutlaqo pulsiz. Faqat qolib olsa bo'ldi, asosiysi. Beri kelib qolib oladigan bo'lsa, обучениyasi besplatniy, yotoq, bir mahal issiq-ovqatimiz bor. Keladi, mana shu yerda mana ishchilarimiz ham hammasi mutaxassis, chiroyli, yaxshi kayfiyatda kutib oladi. Kelib aka bo'lib, undan keyin ishini o'rganib ketgandan keyin mana hozir Gold Eurofasad faqat yangilik ustida ishlaydi. Yangi retseptlarimiz chiqyapti. Shulardan ham ularga tavsiya qilib turamiz. Inshaalloh. Faqat bunda bitta kerakli bo'ladigan narsa mana shu qoliplar bo'ladimi aka? Mana shunda hozir qoliplarimiz mana shular $195 dan $210 gacha. Necha xil qoliplar bor? Qoliplarimiz hozirgi kunda 24 xiliga yetdi hozir aka. Yana 6 xil yangiligimiz bor. Ana shuni sekin qoliplar ko'rsatsak maylimi? 3D'imiz ham, 3D'imizni sovuqli ham, 4D'ni ham sovuqli fasad chiqyapti mana. Hozir bu yerda zakaz qo'yilayotganlardan bitta namuna olib chiqib qo'yganmiz. Endi bu yaqi buni qayrib, mashinani tagiga tashlamaymizda, mehnatimizni qadriga yetamiz. Keladigan bo'lsa, eng sifatligi. Garantiya beramiz. Xohlagan joyda tekshirib olaveradi. Xohlagan joyda tekshirib oladi. Kuniga 2 mahal qo'yadigan bo'lsa, 70-80 gradus issiqqa kirib beradi. Mana shu narsa. Mana shu narsa. Kuniga kirib beradi, garantiyasi bor. Bu necha oyga yetadi? 1 yil ham necha oyga yetadi? 10 yil ishlatadi. 2 oyda o'zini-o'zi qoplaydi, Alloh nasib qilsa. Inshaalloh. 10 yilga hozir ishlatayotgan mahsulotlarimiz ham bor. Demak, buni asosiy joyi mana shu rezinkasida, ya'ni bu yerda endi keladigan bo'lsa, nimaga keling deymiz? Buni to'g'ri, noto'g'ri sinemat qilishi bor. Noto'g'ri sinemat qilsa, qalb o'zini-o'zi yeb qo'yishi mumkin. Shuning uchun keladigan bo'lsa, bu yerni to'liq o'rgatamiz. Asosiy joyi 100% gacha, attidon. Endi akalar qaranglar, endi realniy tashqarini ham bitta ko'rsatamiz. Qaranglar, mana tashqarida turgan joyini sizlarga bir qator ko'rsatib o'taveramiz. Mana oq tarafi, ya'ni keyin laklasa bo'ladi. Shu lak to'g'risida men savolim bor edi. Hammasini laklash shartmi yo shart emasmi? Shart emas. Xohlagan laklaydi. Xohlagan laklaydi. Masalan, o'zim 7 yilda lakladim. Misoliga mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, turaveradi, yuvilaveradi bu. Yomg'ir tushsa u bo'lsa, bu bo'lsa, yuvsa bo'laveradi. Yuvsangiz bo'laveradi. O'zingizga qarab. Endi bu lak chiroy berib turishligi uchun. Lekin sifat zo'r oshiryapti. Mana yana ham uyingizni yarkiyroq qilyapti. Xohlasiz laklang, xohlasiz laklamang. Laklamang. Kimdir buni nimaga so'radim, aka, ko'pchilik yoqtiradi, oddiylikni yoqtiradi. Kimdir yiltir-yiltir yoqtiradi. Noto'g'ri tushunmaymiz, hammani didi har xil. O'shaning uchun so'raganimda maqsad laklasa o'zi ziyoni bo'lmaydi. Ya'ni o'sha rangi o'zgarib qolmaydi demoqchiman. Endi ziyoni bo'lishi mumkin, aka, mashinalariga. Lakni yomonini sevib qo'ysa, oftobda archilib ketishi mumkin. Lak sepayotganda ham xonadon egalariga aytamiz, o'zimizga aloqa chiqinglar, o'zimiz sizlarga tavsiya qilamiz. Qaysi lakni tavsiya qilishni aytib berasizlar. Aytib beramiz. Ichkariga kirib oldik. Aka, endi oxirgi savol, ya'ni shu vodiy territoriyasida bo'lsa yoki Toshkent, keling vohada bo'lsa deylik, vodiyga necha kvadratgacha zakaz olasizlar? Vohaga bo'lsa necha kvadratgacha? Vohada joylaring bormi? O'shani bir so'rab o'tishimiz kerak. Faqat biznesdan tashqari kimdir uyini remont qilmoqchi bo'ladi. Ana shuni ham remont uchun zakaz olasizlarmi? Albatta. Cheksiz olamiz. Cheksiz. Cheksiz. Hozirgi kunda mana 38 ming kvadrat zakaz bor. Zakaz bor. Inshaalloh. Bitta joyda o'ziga Alloh nasib qiladigan bo'lsa. Inshaalloh. 100 mingga da olaveramiz. Va 100 ming kvadratga. Mana filiallarimiz bor. Yordamga chaqiramiz hammasini. Xudo xolasa. Misoliga mana Andijonda 4 ta 5 ta bor. Farg'ona, Namangan, Ponni, Vodiy bo'ylab misoliga zakaz shunga tushadigan bo'lsa, hammaga shu zakazni beramiz. Chunki ular ham shu yerda o'rgangan. Bilalashib qo'yib zakazini yopamiz. Gap yo'q. Demak, xohlagancha zakaz bersa bo'ladi. Ya'ni uyni Gold Eurofasadda o'zi kunlik chiqadigan ob'yemi 500 kvadrat chiqadi. Voy, malades, mashalloh. Aka, oxirgi savol, ustalaring bormi o'zlaringda yo usta отдельный bo'lishi kerakmi? Ustalarimiz bor. Usta brigadalarimiz juda ko'p. Usta puliga aralashmaymiz, lekin to'g'rilab qo'yamiz. Pulini xonadon kelishib oladi. Endi mana shu joyga men qo'shilib o'taman. Nimaga ustaga bilan aralashmaydi? Qaranglar, bitta men to'liqroq tushuntirib o'tay. Bilganlar bor, bilmaganlar bor. Kimdir uyi qiyshiq bo'lishi mumkin. Kimdir uyi tekis bo'lishi mumkin. Usta o'shanga qarab narx aytadi. Qiyshiq uy bo'lsa sal qimmatroq bo'ladi, uni rekasini to'g'irlash uchun. Agar tekis uy bo'lsa, arzonroq bo'ladi. Shunga ham ahamiyat beringlar. Hozirgi kunda ustalarimiz 50 mingdan 70 ming so'mga 1 kvadratni qo'yishyapti. Qilib berishyapti. Uning ichida laki bo'ladi, tunikasi bo'ladi. Hamma yo'g'i ichida. Hamma yo'g'i ichida bo'ladi.
Faqat olib kelib bersa bo'ldi mahsulot. Olib kelib beradi mahsulotlarni. Mahsulotni olib kelib berishi ham shart mana shu ustalarimizga. Hammasi birinchi o'rinda halol bolalar. Gap yo'q. Akalar shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Kimdadir, qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana joyda mana shuni ko'rsatish esimdan chiqib qoldi. Mana marmarliga o'xshagani ham bor. Xohlasalar bunaqa g'adir-budurli, g'ishli, fasonli ham bor. Kommentariyada yozib qo'yinglar, mana shu nomi nima deyiladi. Kommentariya albatta qiziq. Akalar, biz berolmagan savollar bo'lsa, yo doimgidek qaytarib o'tamiz. Ekrandagi telefon raqamiga telefon qilaverasizlar. Akamizga ham rahmat deymiz. Bemalol agar kelib ko'rmoqchi bo'lsalaring, Andijonni Qatibet, ashuni aytib o'taylik. Andijonda Soy Jahon bozor yo'nalishida ikkinchi Andijondan o'tishiga aviatsiya zavodni yo'l yuzida. Yo'lda bo'yida Golden Eurobazor. Asli nomerlarga aloqa qilsa, tashab berasizlar. Tashab beramiz, xolos. Gap yo'q. Rahmat, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.